Birinchi masala. Temir kukuni ikki idishga bo'lib solindi. Birinchi idishdagi temir yod bug'lari bilan, ikkinchi idishdagi temir esa brom bug'lari bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Hosil bo'lgan tuzlar suvda eritilib, birgalikda V litr eritma tayyorlandi. Ushbu eritma orqali mol miqdorda xlor gazi o'tkazilganda 73,4 gram galogenlar aralashmasi ajralib chiqdi va barcha temir ionlar plus uch oksidlanish darajasiga o'tdi. Buning uchun jami 10,8 litr normal sharoitda xlor gazi sarflandi. Galogenlar eritmadan to'liq chiqarib yuborilgach, hosil bo'lgan yakuniy eritmaga 2,8 gram temir kukuni qo'shildi. Temir qo'shilgach, oksidlanish qaytarish reaksiyasi sodir bo'ldi. Oradan 4 daqiqa o'tgach, qo'shilgan temir to'liq erib tugadi. Shu vaqt oralig'ida temir uch ionlarining o'rtacha sarflanish tezligi 0,025 mol taqsim litr ko'paytirilgan minut ekanligi aniqlandi. Demak, birinchi sharti dastlabki birinchi va ikkinchi idishdagi temirning massalarini aniqlang va hokazo. Demak, yechimni boshlaymiz. Demak, birinchi idishda nima deymiz endi? Demak, birinchi idishda demak F 2 ga bo'lingan bo'lsa, demak, birinchi idishga X mol, ikkinchi idishga Y mol bo'lsin. Demak, bu yod bilan reaksiyaga kirishgan. Demak, F plus yod 2, demak, bu nima bo'ladi? F yod 2 bo'ladi. Demak, yod kuchli oksidlab olmagani uchun temirni faqat 2 gacha oksidlab biladi. Demak, bu X mol bo'lsa, bu ham X mol, bu ham X mol bo'ladi. Endi F plus brom. Demak, brom yodga nisbatan kuchliroq oksidlovchi bo'lgani uchun, demak, buni plus 3 gacha yetadi temirni. Demak, brom 3 bo'lib qoladi. Ana endi buni 3 taqsim 2 qo'ysak, reaksiya tenglashadi. Demak, bu Y bo'lsa, bu 1,5 Y bo'ladi, bunisi ham Y bo'lib qoladi. Endi bularni suvda yetib xlor o'tkazamiz. Endi birinchi nima bo'ladi? F yod 2 plus xlor 2. Demak, xlor kuchli oksidlovchi bo'lgani uchun, demak, temirni 3 ga, yodni temirni 3 ga o'tkazadi, yodni ajratib chiqaradi. Demak, F xlor 3 plus nima bo'ladi? Yod 2 bo'ladi. Reaksiyani tenglashtirsak, bu 3 taqsim 2 bo'lsa, reaksiya tenglashar ekan. Demak, bu X mol edi, bu yoqdan. Demak, bu 1,5 X bo'ladi. Demak, bu yoq X bo'ladi, bu yoq ham X bo'ladi. Endi buni reaksiyaga kiritamiz. Endi F, demak, brom 3 ham nima bilan reaksiyaga kirishadi? Xlor 2 bilan reaksiyaga kirishadi. Nima hosil bo'ladi endi? Temir xlor 3 hosil bo'ladi. Plus brom ajralib chiqadi, brom 2. Demak, bu reaksiyani tenglashtirsak, demak, bu 2 bo'lar ekan. Demak, bu 3 bo'ladi, bu 2 bo'ladi, bu ham 3 bo'ladi. Endi bu Y mol bo'lsa, bu 1,5 Y mol bo'ladi. Demak, bu ham Y mol bo'ladi, bunisi 1,5 Y mol bo'ladi. Endi bulardan foydalanamiz. Endi 73,4 gram galogenlar hosil bo'lgan. Demak, mana bular ajralib chiqqanda galogenlar. Demak, shuning uchun, demak, molar massasi buni 254 bo'ladi. Demak, birinchi tenglar nima bo'ladi? 254 X plus 160 ko'paytirilgan 1,5 Y. Demak, bromni molar massasi 160, moli 1,5 bo'lgani uchun barobar nima bo'lib qoladi? 73,4 bo'lib qoladi. Endi ikkinchisi nima degan? Xlor, buncha xlor sarflangan. Demak, buni molini topib olsak, demak, N xlor 2 barobar bo'ladi 10,08 bo'lingan 22,4. Demak, bu ham barobar bo'lib qoladi 0,45. Xo'sh, demak, endi ikkinchi tenglamani tuzsak, demak, mana bularni moli 1,5 X va 1,5 Y bo'ladi. Demak, 1,5 X plus 1,5 Y barobar bo'lib qoladi 0,45 ga. Xo'sh, bu tenglamani ishlasak, bu yerdan X barobar bo'ladi 0,1, Y barobar bo'ladi 0,2. Xo'sh, endi birinchi shartini bajarsak bo'ladi. Demak, birinchi sharti. Demak, M1 birinchi idishdagi massa 0,1 ko'paytirilgan 56 barobar 5,6 gram bo'ladi. Demak, endi ikkinchi M2 nimaga teng bo'lib qoladi? 0,2 ko'paytirilgan 56. Bu ham barobar bo'ladi 11,2 gram bo'lib qoladi. Endi ikkinchi shartda, demak, hajmini toping deyapti. Demak, hajmini topish uchun, demak, oldin reaksiya tenglamasini yasadik. Demak, ikkinchi. Demak, F plus nima bo'ladi? F xlor 3. Demak, bu temir plus 3 ionlari buni oksidlab 2 ham 2 ga o'tib qoladi. Demak, nima bo'lib qoladi? F xlor 2 bo'lib qoladi. Reaksiyani tenglashtirsak, demak, bu yerga 3 qo'yishimiz kerak, bu yerga 2 qo'yishimiz kerak ekan. Ana endi
Buni molini topamiz. Demak, n F. Demak, barobar bilan 2,8 bo'lingan 56. Bu ham barobar nima bilan 0,05 bo'lib qoladi. 56. Ana endi bu 0,05 bo'lsa, demak bu nima bo'lib qoladi? 0,1 mol reaksiyaga kirishadi. Shart emas bizga. Endi nimani tezligini bergan bizga? Oksidlanish qaytarish reaksiyasi mana bu bo'ladi. 4 daqiqa o'tgach erib ketdi. Shu vaqt oralig'ida mana bu temir uch yo'ldan sarflanishi, demak Cm ni topsak bo'ladi endi. Cm nimaga teng bo'ladi endi? Shu vaqt ko'paytirilgan tezlikka teng bo'lib qoladi. Demak 4 ko'paytirilgan vaqt 0,025. Bu nima? Tezlik Cm taqsim nimaga teng bo'lgani uchun bu barobar nima bilan 0,1 mol bo'ladi. Demak bu to'liq sarflangan. Ana endi bu ham qancha edi? 0,1 mol. Endi hajmni topsak, V barobar bo'lib qoladi. N taqsim nima bo'lib qoladi? Cm bo'ladi. Demak, N 0,1 mana. Demak, bu molar massasi ham 0,1. Demak, bu 1 litr bo'lar ekan. Ikkinchi sharti. Endi uchinchi shartini topamiz. Reaksiya yakunlangandan keyin temir to'liq erigach, demak, eritmadagi, demak, ionlarning molar konsentratsiyasini toping deyapti. Demak, bu nima bo'lib qoladi? 0,115 bo'lib qoladi. 3 barobarda bu. Yana endi uchinchisi. Demak, Cm demak F2 plus demak barobar bo'lib qoladi nima? 0, qancha bo'lib qoldi? 115. Demak bo'lingan 1. Demak bu ham 0,115 nima bo'lib qoladi? Mol taqsim litr bo'lib qoladi. Mol taqsim litrga ifodalang debdi. Endi 4-sharti nima degan? Nima uchun xlor gazi oksidlay bo'ladi, lekin yod buni qiladi. Demak, F plus 2 plusni, demak xlor va bron nima qiladi? Demak F plus 3 ga aylantira oladi. Demak, u kuchli oksidlovchi bo'lgani uchun, lekin yod bunday kuchli oksidlovchi emas. Demak, u temir urushga aylantira olmaydi. Demak, aksincha, demak F3 plus nima qilib beradi? Yod ionlarini oksidlab olib, demak, yod ajratib chiqarishi mumkin. Demak, bu aksiya to'g'ri bo'lib qoladi. Shuning uchun, demak, nima hosil bo'ladi bu yerda? Oksidlay olmaydi. Demak, uchni oksidlay olmaydi, naborot. Aksincha nima bo'ladi? Yod ionlarini o'zini temir uch oksidlaydi. Shuning uchun temirni o'zini yod nimagacha oksidlay biladi? Plus 2 gacha oksidlay oladi.